Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun qo'ylar 5,5 sotilib turgan narsalar 5 millionga tushirdik. Qo'llab-quvvatlab turinglar, bittadan like bosinglar. Xudo xolasa bundan bari yana arzon qilib chiqarishga harakat qilaveramiz. 500 mingdan tushdi-da bugunga. 500 mingdan tushdi. Joningiz omon bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum YouTube chorva qo'y qo'chqor ishqibozlari, Ozod Videos kanalini muntazam ravishda kuzatib kelayotgan aka-ukalarimiz hamda kanalimiz mehmonlari. Akalar, bugungi video syomkamizda biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha har doimgidek optimchilar, arzonchilar yig'ilgan qishloq Saro qishlog'ida akalar, xudo xolasa biz sizlarga seshanba tongida mana shunaqa qo'chqorlarda eng liderlari bilan chiroyli holatda ko'rsatib, Jumanazar akamiz zavzorini eshitib bo'laveramiz. Aka, hormang. Assalomu alaykum obunachilar. Sizlar yursizlarmi? Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab turinglar. Bittadan like bosib, chiroyli kommentariy yozib turinglar. Imkoniyati boricha arzonroq olib kelishga harakat qilyapmiz. Arzonidan chiqarishga ham davom Arzon harakat qilib, arzon qilib chiqaryapmiz. Gap yo'q. Demak, qadrli obunachilarimiz, video syomkalarimiz oxirigacha ko'rib olinglar. Mana sizlarga akalar, xudo xolasa tayyor variantdagi qo'chqorlarni chiqarishda, omon liderlarini chiqarishda biz davom etaveramiz. Bugungi aka necha partiyaga bo'lib chiqazamiz bu qo'chqorlarni? 3 partiyaga bo'lib chiqadi. Aha. Julli xohlaganlarga julli, Hop, junsizlarga junsiz. agregat qilinganlarga agregat. Gap yo'q. Juni olinganlar ham bor, akalar, juni olinmagan variantlari ham bor, har turdan bor ekan. Kuzatib turinglar, sizlarga chiqarib namoyish qilaveramiz. Demak, birinchi partiyamizga aka sonlari nechta chiqdi aka? Ozodbek 19 ta buni soni. 19 bosh. Bularda hammasi qo'chqor, ha? Hammasi qo'chqor. Ichma sovuqliqlari yo'q. Yo'q. Ammo yemini yeb turgan ekan. Yemini bayoq yeb turgan qo'y. Gap yo'q. Yana davom ettirsa ketaveradigan yoki akalarimiz xudo xolasa olib qurbonlikka yaxshi ehsonim bor yoki iftorliklarimga so'ymoqchiman, yaxshi iftorlik qilib xudo xolasa xalqni duosini olmoqchiman degan aka-ukalarimizga ham tavsiya qilib qoladigan variantlari mana sizlarga. Tayyor holatda. Bir qarish uchun yo'q. Quvana shu qo'y qanday bo'lsa, o'shanday sizlarga xudo xolasa ko'rsatib namoyish qilyapmiz. Aka, bularda yosh oyliklari qanaqa ekan? 11-12 oylik qolishi olsin, oldi tish yorishga keldi. Gap yo'q. Oldi tish yorishga kelgan. Ammo akalarim xudo xolasa haqiqatan qo'chqorlarni zo'rlari ekan. Men ishqiboz bo'ladigan mana shunaqa oppoq qo'chqorlar ham bor ekan. Mana uni qaranglar akalar, mashalloh. Tik dumba holatda ekan bu ham. Bularda aka yetkazib berish qaygacha bo'ladi? O'ylashmasin. Qaygacha borib beramiz? Bepul xizmatini gapiraylik. Voy, Toshkentga, Samarqandgacha bepul yetkazib borib beriladi. Undan u yoqqa kelishilgan asosda O'zbekiston bo'ylab yetkazib borib beradi. Kelishilgan asosda, demak, O'zbekiston bo'ylab ham akalar dastavka xizmatini qilib yetkazib olib borib berilaveradi. Qo'chqorlarni ko'rib turibsizlar akalar. Bitta telefon bilan ishni hal qilasiz. Xudo xolasa eng zo'ridan, eng liderlaridan olmoqchi bo'lgan aka-ukalarimizga mana sizlarga o'sha qo'chqorlar. Aka, yemoqchimi sog'liklariga garantiyasi beriladi, ha? Borgandan keyin bir hafta sinov olishsin. Bir hafta. Demak, akalar xonadoningizga borgandan keyin bir hafta garantiya sinovi bor. Xotirjam sinov olaverasiz. Bularda xudo xolasa yemoqchimolarning sinovini beryapmiz. Bularda aka endi chiroyli holatda narxini gapirib qo'ysak. Ozodbek. Voy aka. Xo'p. Bularda narximi? Ha. Unda baland kelmaymiz. Endi ro'za o'zlarimiz bilan misol uchun baland kelib, buncha bering 200 ming o'tdim, 100 ming o'tdim emas. Mana 5 million 200 mingdan bir joyga ketaverdi mana. Joningiz omon bo'lsin. 5 million 200 ming so'mdan akalar xudo xolasa narxiga arziydigan qo'chqorlar. Lekin akamizda kami bo'ladi. Hayraga o'tib beriladi. Yo'q, kamiga. Hayraga yo'q. Keng, kami. Har safar anaqa qilasiz. O'zi bu qo'ylarni 5,5 dan qo'ysam ham yarashaveradi. Bozorda misol uchun arziydigan qo'ylar ekan. 5,5 dan ham bermaydi. Qo'ylar zo'r aka. Kami qancha? Endi bizga yengil kelgan, yengil sotamiz. Ana shunday. Endi 50 ming desam, yarashmaydi aka, to'g'risi. 51 dan olishsa mana. Yo'q, chiroyli qilib aka, shu bir-birini nima qilasiz? Ko'yningizdagi, meni ko'ynimdagi narxni ham xalq ham bilib turibdi aka. Ko'rayotgan aka-ukalarimiz ham bilib turibdi. O'shani shuni yollab qo'yay. O'ylantirib qo'yadigan gapni gapiryapsiz-da. O'zi obunachilarga mana Xudoga shukr, misol uchun qo'llab-quvvatlab nima qilib turishibdi. Olib turishibdi, misol uchun rahmat ularga ham. Lekin mana qo'y 5,5 dan bermaydi bozorda. Aka, bozordan arzonni bejizga optimchilar, arzonchilar qishlog'ida emasmiz-da aka. Endi 52 desam yo'q, 51 mana 51 ham qo'yib beryapman. Aka, chiroyli qilib. O'zingizga o'xshab.
Bo'pti 5 million olasın mana. Joningiz omon bo'lsin. 5 million so'mdan qadrli obunachilarimiz mana shu qo'chqorlar mana xonadoningizgacha yetib Mana hali boyini ushlayapsiz mana. Mana. Rattasini qaqlisholmaydi mana. Mana. Ne gap, holati zo'r. Judayam zo'r. Mashalloh. Tarang. Kimba boshlari ham qarang. Niq to'lgan mana badallardan, ha? Gap yo'q. Qadrli obunachilarimiz. Endi aka bitta gapni ham gapirib o'tib ketaylik. Hech kim aytganiga sotmagan. Xayr sunnati bo'ladi. Bo'ldi, hammasini oldim deganga chiroyli qilib o'tib beraman. O'tib berasiz, Ha, o'tib beraman. Gap yo'q. O'tib beriladi. Xudo xolasa hammasini oldim degan ko'kalarimizga bemalol o'tib beradigan joyi bor. Ularning holatini ko'rib turibsiz. Bemalol telefon qiling, ishingizni bitiring. Akalar, qo'lingizda telefon. Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring akalar. Fikringiz biz uchun muhim. Bittadan like-ni bosib qo'ying. Mabodo siz olmagan taqdiringizda ham bitta like-ingiz 10 kishiga ulashishga akalar sababchi bo'lib qoladi. Kimgadir xudo xolasa foydangiz tegib qoladi. Aloqaga chiqarasiz, biz keyingi partiyalarga navbatda beraveramiz. Qadrli obunachilarimiz, xudo xolasa akalar mana sizlarga keyingi partiyamizda junli holatdagi qo'chqorlar. Akalar yirikroqdan junli holatidagi men hali ko'p yillar boqaman, keyin so'yishimdan oldin junini o'zim oldirib sotaman degan ko'kalarimizga mana xudo xolasa o'sha variantlar. Soni 10 ta. Bir pachka. Ha. Xudo xolasa bitta obunachimiz yoki 2 kishi bo'lib oladigan variantlarda holatda turishibdi akalar. Bemalol telefon qilasiz, inshaalloh ishni bitirasiz. Yosh oylikka qanaqa ekan bular? Bular ham yosh oyligi 10-11 oylikka olish olsin. 10-11 oylik atrofiga. Xudo xolasa bo'ylarini-chi aka? Bo'ylarinimi? Ha. 80 plus minusga olasiz. 80 plus minusga. Holati yaxshi. Shalplari endi bitta bonosiniki afg'on holati ekan, ha? Aha. Qolganniki tikdumba holatda ekan mana. Realni ko'rsatish kerak, realni olish kerak akalar. Xudo xolasa, bularning yem-ochmonlariga garantiyasi bor. Ha, har doim berib kelganmiz, buniki ham bor. Ne gap yo'q, garantiyasi bor. Mana qo'chqorlarga qaranglar akalar. O'yna qilib, oma akalar dikkillab turishibdi. Olib maza qilib boqing. Dastavkasi qaygacha aka? Har doimgidek. Samarqandgacha. Samarqandgacha besplatno, undan oyog'i kelishilgan asosda yetkazib borib Bitta ikkitachi aka? Bitta ikkita Toshkentgacha. Keling aka. Nech puldan? Bunimi? Hmm. Realni bo'ladi qanday aytib qo'ya qilay. Ha. 48 dan bir joyga ketdi mana. Joningiz omon bo'lsin. 4 million akalar 800 ming so'mdan, ha? Ha. Kami bo'ladi. Qayerga o'tib beraman, har doim kamiga o'tib berasiz, chiroyli qilib, xudo xolasa yetkazib borib berish ichida bo'ladi, ha? Aytaman, yetkazib borib berish Samarqandgacha besplatno. Keling, kamini o'sha o'taman degan kamini xayringizni menga sheyda realni o'tib qo'ying. Bo'ldi, mana bo'lmasa 50 mingdan o'tib berdim. 50 ming yarashmaydi sizga aka. Bo'ldi, 100 mingdan o'tib berdim. Joningiz omon bo'lsin. 47 dan. 47 dan ketdi mana. 4 million 700 ming so'mdan akalar, xudo xolasa xonadoningizgacha yetkazib borib beriladi akalar. Telefon qilaverasiz, yana xayri sunnati bo'ladi aka. Hammasini oldim. Hammasini oldim deganga bunga ham chiroyli qilib o'tib beraman, mayli. Gap yo'q. O'tib beriladi. Xudo xolasa, akalar telefon qilaverasiz, ishingiz bitadi. Demak, qadrli obunachilarimiz, biz endi so'nggi partiyamizga navbatda bersak ham bo'laveradi akalar. Qadrli obunachilarimiz, xudo xolasa so'nggi partiyamizga bularcharoq variantidan bo'lsin degan ko'kalarimizga tavsiya qilinadigan o'zi ozgina-yu, lekin sozgina variantlari. Xudo xolasa aka, bularda soni o'zi ozgina ekan, 6 dona. 6 dona. Holati zo'r-a bulardiki. Ha, holati zo'r. Gap, o'ynoqlab turibdi. O'ynoqlab turibdi. Bunisi katta yo'roq ekan, shu yirik ekan, nashsa aka. Endi nimasi bo'ladi? Katta qo'y suyug'i degan. Qo'y suyug'i qilib yuboramiz, ha. Yosh oylikka qanaqaga beramiz bularni aka? Xo'p, 10 oylik qolish olsin buni. 10 oylikka. Ha. Gap, 10 oylikka bo'lmasa yosh oyliklari ketaveradi. Bularni yetkazib berish qaygacha bo'ladi aka? Bularga men Toshkentgacha yetkazib borib beraman. Keling, narxini gaplashib qo'ya qolaylik. Ko'p kuttirmagan holatda. Bo'ldi, buni 46 dan berilsin, bir joyga ketdi mana. Joningiz omon. Aka 46 dan chiroyli qilib kamini. Men ham ketaveray debman aka. Bo'ldi 45 da. Joningiz omon bo'lsin. 4 million 500 ming so'mdan 4 million 500 dan. Xonadoningizgacha yetkazib borib beriladi. Buni 6 dan oldim degan ko'kalarimizga Samarqandgacha ham dastavka qilib yetkazib borib berilaveradi. O'zbekiston bo'ldi, Samarqandgacha yetkazib borib beraman, besplatno. Gap yo'q. Toshkentgacha deb qo'ydingiz, ha? Samarqandgacha demak yetkazib borib berilaveradi. Akalar, like-ni bosib qo'ying. Inshaalloh like bossangiz yana takrorlab o'tib ketamiz akalar. Kimgadir manfaatli bo'ladi. Chunki siz bosgan like orqasidan yana bir 10 kishiga tarqaladigan degan umiddamiz. Xudo xolasa bemalol aloqaga chiqaverasiz. Mana shu ekrandagi nomerlarga telefon qilsangiz, qo'chqorlar haqida yanada to'la ma'lumotlarni akamiz so'zlaridan olaverasizlar. Demak, video syomkamizni mana shu joyda yakunlasak ham bo'laveradi. Sizlar bilan keyingi syomkalarda yana ko'rishguncha deb qolamiz. O'zlaringizni ehtiyot qilib, akalar,
videolarimizni kuzatishda davom etib turing. Zo'rlardan chiqarishda biz davom etaveramiz akalar.